Matritsa, matri bu fundamental elementlar. Es xush asnosida. Endi ma'noni tutamiz. Aynan o'sha lingvistik, metafizik, kindik barchasini bog'lovchi til, biologiya va umum barcha tuzilmalar. Borliq ildizi ma qadimgi sanskrit, ya'ni barcha tillar o'zagi bo'lgan sanskrit tilida. Mantr, matri bu tarjimada ona. Undan aynan shu ildizdan boshqa shoxlar har tomon o'sgan. Mat, mazir, modar, mater, madre, matritsa, materiya. Matritsa bu matka, matrix. Lotin so'zidan mater, mat, ona va u originalda sanskritdan olingan va bu matka so'zini anglatadi. Biologik matka. Birinchi matritsa, u yerda biologik fizik tana shakllanadi va aynan o'sha Mendeleyev tablitsasidagi elementlardan metallar, suv, uglevodlar va hokazo. Koinot, ya'ni borliq, joy, vaqt, kenglik, uning nafasi, mushaklari, kengayishi va qisqarishi aynan matka holati. Tug'ish jarayonidek u nafas oladi, puls otadi va hayot uchun sharoit beradi. Undagi barcha predmet bu ulkan tana parchalari. Matritsa ichra es xush, umum matritsa programlashtirilgan real kod, qonuniyat, fizik qonunlari, ximiya qonunlari, Midgard yerimiz va biz hammamiz u ichra va individual yo'laklar. Biz abad ruhlar o'laroq mavjud bo'lgan holda yana tug'ilamiz, ya'ni tug'ilgan holatda yana tug'ilish. Biz davomiy, bizni oziqlantiruvchi tizimdamiz. Matritsa forma beradi. Biz uni tana deymiz. Es xush, ruh esa u abadiy va azaliy, tovushli, ongli, yorug'likdir. Go'yo elektrika, elektr simlari, tarmoqlari orqali o'z sifati, xarakteri, harakatiga ega bo'lgani kabi, biz jonlar ham xuddi shunday. Biz buyuk bir matka ichra, buyuk tananing hujayralari kabi. Qayerga qaramang, biz doim uning ichidamiz, ya'ni ona ichida, matka ichida. Biz undan chiqmaymiz. Biz faqat bir holatdan boshqa holatga, ya'ni yerning biologik holatidan kosmik yorug'lik holatigacha. Fizika, biz kengayib boruvchi, so'ng sikli kelganda qisqaruvchi koinot, matka, matritsa ichidamiz. Biologiya, biz ushbu matka ichra harakatlanamiz, biologik tanamiz yordamida. Til, bizning barcha tillarimiz o'zagi. Ona, mat, matritsa, matka, madre, modar, mazir. Din, barcha dinlarda nima uchun jannat onalar oyog'i ostida deyiladi? Ha, bu orada aytib o'tay. Haddidan oshgan farzandlarini bir shaxs emas, shaxsiy mulkidek ko'ruvchi. Misol, o'g'li bo'lsa, kimga uylanib, qachon qanday ajrashishini, qizi bo'lsa roziligisiz, ko'ngliga qaramay uning ra'yisiz elga beraveradigan, farzandlarini tanloviga aralashib bosim o'tkazadiganlar. Sal narsaga ham qarg'ab, ona sutini ro'kach qilib, uyida gestapadek o'tirib olib, erini ham qaro yer qilib, og'zini yopib, bolalariga ham bosim o'tkazib, "Man onaman aytganim bo'lmasa, ona sutim harom, rozi emasman" deydigan kalta fahm onalar haqida emas. Yer onadir, ona yerimizdir. Matushka zemlya, matri, matritsa, modar. Bu biz yashayotgan yer yuzidir. Biz unda yurar ekanmiz, uning oyoqlari bu shu tabiatdir. Biz shu qadam bosib yurgan joylarimiz. Biz uchun yer yuzi, bizni boquvchi, bizga tana beruvchi e'tiborni Mendeleyev tablitsasiga qaratamiz va bu elementlarni u yerda topamiz. Jannat yerdadir, yer osti va ustida emas. Yer osti bu ilohiy yer, yer osti bu jahannam, yer bu jannat joyi. Umumiy qaraganda jannatni inson o'zi yaratadi, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar. Ammo degan joylar ham bor. Bu haqda keyingi rolikda. Hozir esa so'z davomida oqila onalar haqida. Ona mo'tabardir. Bu degani har bir ayol energiyasi azizdir va muqaddasdir. Sabab u borlikda. Robbimizning qiladigan ishlarini nusxalovchi yagona mavjudotdir. U o'z bag'rida bir olam yaratadi, bir jon o'stiradi, yetishtiradi, tug'adi, so'ng uni parvarishlaydi, ulg'aydiradi, uni o'z yo'lini topishida dastak bo'ladi. Og'rinsa baravar og'rinadi, xush bo'lsa baravar xushnud bo'ladi. Ayol Robbimizning qiladigan ishlarini nusxasini olib qiladi. U tabiatdan shunday yaratilgan. Shu sabab ayol aziz va muqaddas. Ona o'rnida uni rozi bo'lishligi, agar u loyiq lavozimiga ona bo'lsa, demak uning roziligi bolaning kelajagi uchun mustahkam poydevor yaratishga o'zak hisoblanadi. Azizlar, matri bu Midgard, bu in. Ayol energiyasi, butun koinot, butun borliqda in va yan energiyasi, tug'uvchi bu in energiyasi,
tana, ona statusidir. Unda tug'ilgan biologik ayol tanalar barchasi uni, ya'ni in energiyasini parchalaridir. In energiyasining funksional ishlarini bajaruvchilar va bu onalar haqiqiy onalarni, ona bo'lishga loyiq bo'lgan onalarni qadrlashni unutmang va asosiy ona yerimizni toza tutib, uni azizlashni, qadrlashni unutmang. So'ng pushaymon qilmaslik uchun. Matritsa bu butun borliq. Xuddi rus o'yinchog'i matryoshka kabi, avval ona qornida, so'ng yer yuzida, so'ng koinot kengligida bir holatdan boshqa holatga o'tish, abadiylik. Ammo davomiy ravishda ushbu matritsa, matka ichida yashashlik. Ko'pchilik matritsa haqida qo'rqinchli gaplar aytishni boshlagan. Bu yerdan qochish kerak, bu yer vahimalik. Azizlar, bugungi kunda ma'lum bo'lishicha, trilliondan oshiq galaktikalar, bizning galaktikaga o'xshagan galaktikalar mavjud. Bizning Midgard yerimizga o'xshash sanoqsiz yerlar mavjud, ammo bari mana shu koinot ichradir. Biridan chiqib ikkinchisiga o'tirsa ham ruhni o'ziga bog'liq, qanday holatda bo'lishi. Raj Kapurning mashhur qo'shig'i bor. Jannat ham yerdadir, jahannam ham yerdadir. Hayot ham yerdadir, o'lim ham yerdadir. Jannatda yashaysizmi yo jahannamda, bu sizning o'zingizga bog'liq, sizning ruhiy darajangizga bog'liq. Qayergadir qochish bilan emas, tanadan qutulish bilan emas, yomg'irdan qochib jalaga tutilish bilan emas. Hozir qayerda bo'lsangiz, shu yerda o'zingizni isloh qilib, atrofingizni obodonlashtirib, yaqinlaringiz bilan yanada yaqinlashib, ofiyatingizni yaratuvchisi o'zingiz bo'lasiz. Xudo deydi: sendan harakat, mendan barakat. Harakat qilgan o'z harakati yo'lida qanday harakat qilayotgan bo'lsa, qaysi yo'lda harakat qilayotgan bo'lsa, Xudodan albatta barakasini olaveradi. To'g'ri harakat qilsangiz, yaxshi harakat qilsangiz, chiroyli barakani qo'lga kiritasiz. Unutmang, qayda bo'lsangiz ham qonuniyat bir xil ishlaydi. Kimlardir shahardan shaharga, davlatdan davlatga qochadi. Kimlardir ushbu yerni tark etib, qaniydi boshqa yerlarga ketsam edi, qaniydi boshqa yerlar bormikin, qanday yerlar bor deya izlaydi. Kimlardir sabr qilib, hozir o'tvola qolsin, keyinimiz boshqa yerda yaxshi bo'ladi deya umid bilan yashaydi. Yo'q, hozir qayerdasiz? Shu yerda o'zingizni toping. O'zingizni tashlab hech qachon hech qayerga keta olmaysiz. Unutmangki, barcha holatlar, barcha vaziyatlar jahannamiy holatmi, jannatiy holatmi, bu o'zingizga bog'liq. O'zingizga bog'liq ekan, qayerda bo'lsangiz ham o'zingizga yarashasini olasiz. Shuning uchun hech qayerga qochmang, hech qayerni umid qilib, sabr qilib o'tirmang. Hozir qayerda bo'lsangiz, shu yerda o'zingizni toping, o'zingizni isloh qiling, o'zingizni, atrofingizni obodonlashtiring, o'zingizni Alloh bergan yaqinlaringiz bilan yaqinlashtiring. Ofiyat sari yo'l oling. Shunda jannatni shu yerni o'zida ko'rasiz. Shu o'rinda asos bo'lgan eng muqaddas va eng buyuk, eng boshlovchi ona haqida yana takror aytib o'tmoqchiman. Ona yerimiz. Yer yuzini toza saqlash, atrofni toza tutish, unga tuflamaslik, unga axlat tashlamaslik, uni qadrlash, uni e'zozlash, uni talashib bir-biri bilan urushmasdan unda ahil yashashlik. Mana shu asosiy qoidalarni unutmaslik kerak. Agarda ona rozi bo'lmasa, u albatta vajohatlarga keladi. Uning noroziligi esa turli tabiiy ofatlarga olib keladi. Ona yer o'z bag'rida bizni o'stirar, boqar, ushlab turar ekan, biz uni qadrlamasak, albatta uning noroziligiga uchrashimiz tabiiydir. Ming afsuslarki, ko'cha-kuyda hammamiz ko'rib turibmiz. Insonlar axlatlarni yerga tashlab ketishlari, yerga tuflashlari, yerni qadrsizlantirishlari. Bu hammasi tabiiy ofatlarga, yerni vajohatini ko'tarilishiga olib keladi. Shuning uchun har birimiz o'zimizni isloh qilib, yerni qadrlashni boshlasak, bu har birimiz uchun foydali va ofiyatli bo'ladi. Uning bag'rida ekanmiz, uni qadrlashni bilish kerak azizlar.